Boshqa bir insonga dardni aytib yengil bo'ldim deysiz-a, har doim ham bu ish ma'qul emas. Chunki ayniqsa ko'p ayol kishilar dardini qo'shnisiga yoki biron bir yaqiniga aytgisi keladi va shu orqali yengil bo'ldim deydi. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz, o'sha yengillik ortidan sizni tobingiz ham qochadi. Og'ir bo'lib qolasiz. Yukdan xalos bo'ldim deysiz-u, lekin miyangiz charchaydi. Nima uchun deysizmi? Chunki boshqa bir insonga dardingizni to'kayotganingizda, sochayotganingizda o'sha insondan sizga kelayotgan signal, ya'ni negativ fikrlar bildiriladi. Albatta, bu bejiz emas. Chunki siz misol qilib olaylik, eringiz bilan urushib qoldingiz va qo'shniga chiqib aytdingiz, men bugun shunaqa bo'lib qoldi, xo'jayinim bilan tortishib qoldik. Ular haq bo'lsa ham o'zim fikrimda turib oldim. Balki siz haqdirsiz demadim yoki yechim shu yerda topmadik, urushib ketdik deysiz va u qo'shni nima deydi sizga? Sizni yupatish uchun ham, sizni yoningizga dalda bo'lish uchun ham sizni yoningizni oladi va xo'jayiningiz tarafidan gapirilgan gaplarni ma'qullamaydi. Siz o'zingizni haq deb bilasiz va o'zingizni fikringizda qolasiz, uyga qaytasiz, yarashmaysiz, boshqa qilmaysiz, o'zingizni fikringizni bildirasiz. Bilasizmi, odamni birinchi o'rinda charchatadigan narsa bu miya hisoblanadi. Miyamizda aylanayotgan fikrlar hisoblanadi. Sizni miyangizdagi aylanayotgan negativ fikrlar sizni tanangizga singib, sizni charchatib, biron bir kasallikni olib keladi. Ya'ni davleniyangiz oshishi mumkin, hozirgi kunda sahr deymiz, o'sha narsalarni yuqtirib olishingiz mumkin. O'shaning uchun bir post joylagandim. Inson har doim ham odamlarga dardini aytib yengil tortmaydi deganim bejiz emas. Siz avvalo o'zingizni, fikringizni o'zingiz diagnoz qilishni o'rganishingiz kerak. Boshqa birovlarga aytib yengil tortdim deb o'ylaysiz. Siz yengil tortishingiz mumkin, lekin miya bilan tanangiz yengil torta olmaydi. Chunki ulardan kelayotgan sizga negativ signallar sizni miyangizni zaharlaydi. Miya esa tanangizni zaharlaydi va tanangizni siz charchatib qo'yasiz. Oqibatda o'zingiz biron bir kasallikni olib kelasiz. Doimo sizlarga maslahatim birinchi navbatda o'zingizni fikringizni o'zingiz tahlil qilishni o'rganing. O'zingizni fikringizni o'zingiz o'ylab ko'rishni va fikrlashni o'rganing. To'g'ri, boshida hammamiz ham tengma-teng urushib ketib qolishimiz mumkin yoki bu gaplar gapirib yuborishimiz mumkin. Qanaqadir nojo'ya fikrlar gapirib yuborishimiz mumkin. Qarsak ikki qo'ldan chiqadi deymiz, lekin hamma narsaga chora vaqt hisoblanadi. Vaqtga qo'yib qo'ying va oz muddatdan keyin o'zingizni bosganingizdan keyin fikrlarni, ikki tomonni fikrini o'zingiz o'ylab ko'ring. O'zingiz va turmush o'rtog'ingiz. Hozir nima yaxshi-yu, nima yomonligini o'shanda anglab yetasiz. Jahldan chiqib turib, bu yoqqa borib dardingizni aytganingiz bilan o'zingiz va xo'jayiningizni obro'yingizni to'kkani qoladi, xolos.